Men Pandoradan senga kommentariy kelibdi. Qarzingni ber, katta ketguncha tudi sudi. Shu masala nima bo'lgan? Qarzing bormi bu odamlardan? To'xta, shu masalada o'zi do'g'ri bo'lgan $100 do'stim. Men ularga aytdim, "Okey, cho'tki hammasi ishlasa, ham tashab ketaman." 3 kunlarga yetganman. Men bo'ldi, xo'p etdi, baraka qilindi, gap etildi. Ortig'idan tashab ketmoqchiman. Pullari turibdi benda. Pullari turibdi. Bu bitta narsasi bor. Mashinani quplaysan, quplaganingdan keyin ketasan, qo'yib qo'ydim mashinani. Mashinada narsa yo'qoldi. Men ishonib qo'yganman Pandora pultga. Balki texnikada emas, balki o'sha o'rnatib bergan odamlarning aybi shunaqa bo'lgan. No, shunaqa bo'lgani uchun men o'shanga hayron qoldim, xafa ham bo'ldim. Ular hozir menga noto'g'ri narsalarni gapiryapti. Mana yo'qotgan narsamni vasстановление qilib bering. Gap yo'q. Men sizga beraman ortig'idan. Mana turibdi pulingiz, ortig'idan beraman. Ikkita turibdi ortig'idan. Faqat men o'sha texnikaga ishonib, shu odam bo'ldi, cho'tki ishlaydi, yetib turgani uchun men ishonib, shuncha narsa yo'qotdim. Shunda emas gap. Shu yerda undan ham zo'r narsalarim turgandi. Ishligiga javob bersa, pul tayyor xullas. Shunaqa, ha? Javob bering, aka bo'ldi. Gap yo'q.